Assalomu alaykum hammaga. Ertalabdan hop ko'rib turganinglardek, tushirib turgan bo'lsanglar, bugun xudo xolisa yana bitta vlog video bo'ladi. Yana toqqa ketyapmiz. Faqat bu safar trekking komanda bilan ko'proq kishi bo'lib Shimotga ketiladi. Asli bugun ham vlog videosini olishga harakat qilamiz. Yaxshi chiqadigan edi. Kuzatinglar. Sayohatimizni boshlaymiz. Smoking cigarettes on the roof. You look so pretty and I love this view. We fell in love. Hop, endi sayohatimiz boshlanadi, xudo xolisa. Hali hatdan yurishni bilmaymiz. Yo'llar loy. Skechers yaxshisini kiyib olganmiz. Mana saytga salaf ham berdim. Qarab qilmam. Oyoq kiyim kiygani qaraydi, yomg'ir yog'gandan keyin. Nima qilib bo'ladi bular? Sayt bilan ham podpischiklar bilmaydi endi, sizga tanishtirib qo'yaman keyinroq. Yo'l davomida. Shunaqa, xolos, boshlab olamiz sayohat. Yana keturadi videolar yog'iga. Bize asosiy tekisroq yo'lga chiqib oldik. Endi bu yoqqa qaqadir yuramiz. Hali yo'l ko'rsatishmayapti. Tekis tushing, qayrani. Tekis tushmayapsiz. Shu trekking yetyapti. Siz ham olib qo'ying. Sayt Hoji. Bugun Sayt bilan trekkingga chiqqanmiz. Sayt bilan universitetda tanishganmiz. Narvani ko'rayotgan bo'lsa kerak. Birinchi kursda birga o'qiyamiz, keyin u tashlab ketgan. Hozirgacha отношение bor. Sohamiz bitta, ya'ni IT. Shunga yana sayt haqida informatsiya aytib boraman. Отношение deganda to'g'ri tushuniladi faqat. Esdalik bo'lib qolish uchun endi sayt bilan ham. Film and helicopters crashing in the ocean from way above. Got the music in you, baby, tell me why. Soatdan beri yurayotgan bo'lsak, lekin boshlagan manzilimizdan hali unaqa ko'p uzoqlashmadik. Yetib boradi yaxshi. Tushuntirib, tog'larni, qanaqa tog', naryoqda qanaqa tog', qanaqa borsa bo'ladi, qo'shimcha informatsiyalar beryapti. Keyin programma bor yaxshi. GAIA degan GPS o'shani yoqib qo'yganman. Bu hozir polni yurayotganimni trek qilib ketyapti. Qancha masofada qanaqa tezlikda yurayapman, qancha vaqt yurayapman, qaysi yo'ldan yurayapman, bez internet ishlaydi. Shunaqacha qilib olish kerak. Ya'ni haykingga chiqadigan odam bo'lsa, o'sha bo'yicha, misol uchun kimdir yurganini qarab turib, siz ham shu yo'ldan yurib ketsangiz bo'ladi. O'zi hayking qiyin narsa. Sal odam chidamli bo'lmasa qiynaladi. Ayniqsa tepalik chiqayotganda hozir ko'p ayollar yo'lda qiynalyapti, tekis yo'lda yuraylik deb katta yoshdik. Kiyim ham narvani qilish kerak. Hozir bittasi o'sha anaqa kiyim kiymagan, unaqa narvani hiking bob kiymagan. Tim bo'lar loy yo'di. Yiqilib ham tushdi. Shunaqa sayohat davom etadi. On your knees, oh please, come on, haunt me. I know you want me. Come on, haunt me. Sharing all your secrets with each other since you. Choose a partner who likes hiking.
bo'lgan nuqtamizga chiqdik. Eng baland joy yozib qo'yibdi. Gori Tower deb. Manzara. Ancha yurdik. Atak onam bunaqa yurganimni bilsalar, aniq o'ldirarlar. Oyoqda o'zi travma bor edi. Unaqa ko'p harakat keltirish mumkin emas. Lekin bir 15 ming qadam yurdik. Hali yana 15 ming qadam yuramiz. Общий 15 kilometr. Shunaqa mashqqa chiqmoqchi edik, mana keldik. Bo'ldi, ishim yo'q, faqatgina tabiat. Lekin tog'larning ko'rinishi zo'r. Double time. Oyoqlarni uzatib yotirmiz. Hamma o'tiribdi, bo'ling. Said, nima deysan endi? Hayot go'zal. Cold bones. Yeah, that's my love. She hides away like a ghost. Ooh, does she know that we bleed the same? Daraxtlar orasidan shunaqa joydan tushib ketamiz. Tekis yo'l loy bo'lib yotibdi. Ooh, don't cry, but I'll break that way. Soat 2:30 bo'ldi. O'sha biz qaytyapmiz. 1,5 soat yurdik, yana 1,5 soat yurish kerak deyapti. Hozir 5 minut dam olish, mana xalq shunaqa. Shunaqa. Hop, keling Said siz bilan bitta gaplashamizmi? O'tiring. Suhbatingizni oling. Suhbat olmaymiz, endi anaqa boramiz. Qo'shirsiz. Blokka. Ancha yaxshi ko'rinyapti. Said bilan biz Said ana UI UX dizayner. Menga ko'p HRlar bilan gaplashishga yordam beradi. Chunki HRlar bilan gaplash rus tilida, Said rus tilida. Rus guruh ana maktabda o'qigan ekan. O'zi yaxshi gaplashadi. Gaplashib beramiz. O'shanga menga qanaqa muomala qilish kerakligini o'rgatib beradi. Ustozim, Rahmat. menga ustoz bo'ladilar. Menga ko'p narsa nasihatlar qilib, ustozlik qilib, Yo'q. yo'l yo'riq ko'rsatib, okamdek bo'lib qo'yadilar. Yo'q. Charchash shogird. Shunaqa dam olish. Nima narsada o'tirib olamiz buni. Kesilgan daraxtlar bor. Nima ko'ryapmiz? Shunaqa. Manzaramiz tugab qoldi. Oyoq og'rib ketdi. Mana oyoqning ahvoli. Biyor bilan yuvish kerak. Internetda ko'rgan bo'lsanglar, bitta mashhur tualet chiqqandi. O'sha yoqqa keldik. Mana tualet turibdi. Mana. Ular shu ekan. Bo'ldi, shunasiga atrofda. Nothing more. I'm on my way. Mashinaga ham keldik. Shu bilan safarimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Endi u yog'i uyga qaytish. Sayohat tugadi. Shunaqa sayr bo'ldi. Keyingi vloglarda yana ko'rishguncha xayr.